Tug'ilib, ko'zingni ochgan kundanoq senga ism qo'yiladi. So'ng jins, din, millat, irq, hatto qayerda tug'ilganingga qarab kim ekaningni ta'riflashadi. Va senga nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanligi kabi ma'lumotlarni singdirib boriladi. Va sen 1,5-2 yoshingdan boshlab ota-ona, atrof muhit, qarindosh urug' tarafidan berilgan ma'lumotlarga chippa-chin ishonib borasan. Va ma'lumotlarga muvofiq berilingan rollarni o'ynashni boshlaysan. Va tobora rollaringga shu qadar berilib ketib, har qanday voqeada ushbu rollaringni himoya qilish sening asosiy maqsadingga va harakatingga aylanadi. Va natijada butun umringni agar omading chopib rahmat yog'ilmasa, kimlardir tarafidan senga berilingan rollarni, niqoblarni himoya qilaman deb iztirobli hayotga yuzlanasan. Senga hech bir rol halovat bermay qo'yadi. Va so'ng ushbu niqoblardan, videolardan shu qadar to'yib ketasanki, dod Allohim, men o'zi kimman deb o'zingga, ya'ni ichkaringga yuzlanasan. Ichkaringda ichki ovozingni tinglashni boshlaysan. U shu qadar yoqimliki, sen umring davomida hech qachon bu qadar ovozni, senga yaqin ovozni eshitmagansan. Va tinglagach, sen uni, ya'ni o'zingni tanib borasan. Va ichki ovozing seni kim ekaningni va kim emas ekaningni bildirishni boshlaydi. U senga sen ism emassan, sen tana emassan, sen aql emassan, sen senga singdirib yuborilgani emassan, sen ishonganing, ko'rganing emassan, sen narsa emassan, ko'z ko'rsa bo'ladigan. Sen paydo bo'lib, so'ng g'oyib bo'luvchi emassan. Sen barcha narsalarga guvohlik beruvchi, doim bor bo'lgan ongsan. Sen erkinlik, ozodlik, sevgisan. Sen o'zidan o'zgasi bo'lmagan haqiqat ekaningni anglaysan. Gar rahmat yog'ilsa, sen o'zingni topasan. Lekin o'zingni topgach, barchada o'zingnikini ko'rasan va topasan. Biroq o'zingni topganing holda o'zingni